Men hatto bir ogiz gapirishga ham ulgurmadim. Yuragim tez urar, qo'llarim biroz titrardi. Gapirmoqchi edim, ammo gaplarim ichimda qolib ketdi. U labini labimga tekkizardi. Bu shunday yoqimli, shunday ehtirosga to'la lahza bo'ldiki, men hatto ko'zlarimni yumib oldim. Atrofimiz jimjit, go'yo dunyoda bizdan boshqa hech kim yo'qdek edi. Uning harakatlari juda yengil, juda yoqimli edi. Go'yo meni qo'rqitib qo'yishdan qo'rqardi, ammo birozdan keyin uning lablari labimga tegib, qo'llari pastga qochdi. Shu payt yuragimda hissiyotlar aralashib ketdi. Quvonch, qo'rquv, sevgi va qiziqish. Shu lahzada vaqt to'xtaganday tuyuldi. Nimalar bo'lishi, nima qilishi muhim emasdi. Chunki bu onlar so'zsiz hayotimdagi eng yoqimli onlar edi. Men uni ilk bor ko'rganimda holimni so'z bilan ifoda etish qiyin edi. Qonim qaynab, nafratim ichimga sigmay ketardi. Ko'zlarim ishonmasdi. Men buni qabul qila olmasdim. Mening onam, men doim insofli, sof dil deb bilgan inson bunday jinoyatga qodir bo'lishini hayolimga ham keltirmaganman. Nahotki u o'z baxtiga, o'z oilasiga eng yaqin kishisi bo'lgan otamga xiyonat qilsa, mening butun umrim davomida ishonib kelganim mehribon onam bir lahzada meni aqldan ozdirdi. Men unga qaraganimda ichimda savollar ko'payaverardi. Nahot bu rost bo'lsa, bu ongimmi yo tushimmi? Qachon va qay tarzda onam shunday yo'lga kirishga ulgurdi? Hayotda shunday daqiqalar bo'larkanki, inson o'z onasini tushunishni ham istamas ekan. Bir kuni dugonamni to'yiga borishim kerak edi. Men uning to'yiga borishni juda xohlardim. Biroq biz qishloqda yashardik. Shaharga esa yo'l uzoq edi. O'sha kuni taksi topolmay, uyga qaytishga majbur bo'ldim. Uyga qaytar ekanman. Dugonamni hayotida bir marta bo'ladigan to'yga borolmaganim uchun yo'lda yiglab uyga yetib keldim. Uyga kirib oyoq kiyimimni yecharkanman. Birdan onamning yotoqxonasidan galati ovoz eshitildi. Krovatning gichirlashi, onamning oh. Ay og'riyapti. Sekinroq jonim deganini eshitardim. Men hayron bo'lib yugurib borib, onamning yotoqxonasiga qaradim. Ko'rganim esa haqiqiy dahshat edi. Onam qip-yalang'och, begona kiyimsiz erkakni tagida yotardi. Ular onadan tug'ilgandek kiyimsiz edilar. Nafasim bo'g'zimga keldi. Ko'z oldimdagi manzara men bir umr tasavvur ham qila olmagan holat edi. Onamning ko'zlari menga tushganda, uning rangi oqarib ketdi. U ustidagi erkakni itarib, shoshgancha badanini yopinchoqqa uradi va men tomon yugurib keldi. "Iltimos jonim qizim, hech kimga aytma", dedi titroq ovoz bilan. "Agar buni otang bilib qolsa, otang meni o'ldirib qo'yadi." Haligi erkak esa qip-yalang'och filning xartumiga o'xshagan katta yohon asbobini osiltirib kulib turardi. Uning turishi bir paytda ham nafratimni, ham hirsimni uyg'otardi. U uyatsizlarcha kiyimsiz turardi. U tabassum bilan, "Asal qizim, aytganingni olib beraman. Faqat bu narsa oramizda qolsin", dedi. Onam sekin shivirlab, "Uyalmaysizmi? Iltimos hech bo'lmasa ishtoningizni kiyib oling. Axir bu mening qizim", dedi. Rostini aytsam, onamga juda achindim. Agar bu haqida otam bilsa, u darhol Rossiyadan kelishi va onamni o'ldirib qo'yishi aniq edi. Shuning uchun o'zimni bosib, "Xo'p onajon, bu sirni hech kim bilmaydi", dedim-da, sekin xonam tomon yo'l oldim. Endilikda bu holat har kecha takrorlanar. Men xonamda yotib, onamning pichir-pichir suhbatlari-yu, kulgilari va oh-vohlarini eshitib yotardim. Erkak esa har safar qo'lida turli shirinliklar, sovg'alar bilan kelardi. Hatto menga ham gullar va pullar berardi. Har kecha ularning qiladigan ishlari butun uyga taralib turardi. So'niga har kecha u erkak bilan bir stolda o'tirib suhbatlashadigan bo'ldik. Uning ismi Shuhrat aka ekan. U kishi shirin so'z, istirasi issiq inson edi. Uning shirin so'zlari jonga orom berardi. Uni hazillaridan onamiz bilan shunday kulardikki, ichimiz uzilgudek bo'lardi. Bir kuni kechasi, odatdagidek Shuhrat aka qo'lida turli ichimliklar, vino va shirinliklar bilan kirib keldi. Men ham ular bilan o'tirgim keldi. Lekin onam ichimliklar bor joyda meni o'tirishimga ruxsat bermasdilar. Shuning uchun xonamga kirib telefon ko'rib yotdim. Bir payt hammasi jim bo'lib qoldi. Keyin bildimki, onam uxlab qolgan ekan. Shuhrat aka onamga uyqu dori berdimi? Nima bo'ldi bilmayman. Men odatda kiyimsiz yotib uxlayman. Yalang'och yotmasam uyquga ketolmayman. Shu kecha ham shunday yotgandim. Bir payt eshik ortidan qadam tovushlari eshitildi. Yuragim urishi tezlashdi.
Nafasim ichimga tiqilib qoldi. Eshik sekin ochildi. Qarasam ichkariga Shuhrat aka kirdi. U ham yap-yalang'och edi. Shu holatda uni ko'rib men qo'rqmadim. Aksincha, ich-ichimdan quvonib ketdim. Chunki men uchun bu ushalmas orzu edi. Ayniqsa, 19 yoshimda shu holatga tushishim men uchun go'yo imkonsizdek tuyulardi. Men orzu qilgan o'sha lahzalar rostdan ham sodir bo'layotgan edi. U sekin yonimga kelib, kuchli qo'llari bilan meni bag'riga oldi. Uning hidi meni jinni qilardi. U asta bo'ynimdan opdi, so'ng lablarimdan o'pdi. Bu shu darajada yoqimli ediki, men hatto bir og'iz gapirishga ham ulgurmadim. Yuragim tez urar, qo'llarim biroz titrardi. Gapirmoqchi edim, ammo gaplarim ichimda qolib ketdi. Shuhrat aka asbobini menikiga tiqmoqchi bo'ldi, lekin meniki juda torlik qildi. Qancha harakat qilmasin uning yo'g'on asbobi kirmasdi. So'ngra turib asbobini lablarimga tekkizdi. Men ohistalik bilan og'zimda chayqay boshladim. Uning asbobi sulaklarim bilan namlanib ketdi. Shunda u sulakli asbobini teshigimga tiqdi. U meni shunday qilardiki, buni so'z bilan tushuntira olmayman. Tong otguncha rosa mazza qildik. Chamasi soat 5larda uxladik. Tursam yonimda Shuhrat aka yo'q. Soatga qarasam 10 bo'lgan. Onam esa ishga ketgan ekan.